Assalamu alaykum. Kitap o'qish munbiri avlodlar to'rbetiga xush keldingiz. Mikrofon oldida kitap xumar do'stingiz Nuriya Rahman. Bugun men Shveysariyaning Vali rayonidagi Verkoren degan tog'liq kentda. Bugun osmon bulutliq, shamol xeli kuchlik, havo shundoq sovuq. Ammo shuningdami taq chiqib, biroz chang'i teyilib, shundoq rahatlanib qaytib kirdim. Hammamizga ma'lum bo'lgandek, bu yil dangliq yozuvchi, shoir Abdurim O'tkir apandi tavalludining 100 yillik xotira yili. Mush munosabat bilan kitob o'qish munbirimizda har oyda oz deganda marhum shoirimizning asarlaridan bir parcha o'qib, yuksak hurmatlar ichida ko'pchilik bilan birlikda marhum yozuvchimizni aslashni planlagan edik. Mana bu yil oxirlashib, yangi bir yil boshlanish oldida turibdi. 12 oydagi bu qitimliq o'qishda Abdurim O'tkir she'rlari nomli kitobga kirgizilgan bir parcha nihoyatda katta she'rni hozirlarga sunaman. G'azal. Ko'paydi dushmanim deb hargiz ko'nglingni g'ubar qilma. Mening hech dushmanim yo'q debmi hargiz iftixor qilma. Agarchi bo'lmasa dushman, nima qadri bo'lur do'stning? Hayotning manzili shundoq, bunga ko'p e'tibor qilma. Tafakkur aylasang birdam, bilursan siri hikmatni. Jahonda birmi dushmansiz o'tishni sen shuar qilma. Chayondan ehtiyot qilmas eding, u chaqmasa alni. Demak, ho'shyor qilur dushman, sen ham g'aflatni yor qilma. Va ba'zan do'stlaring yapgan aybingni ochur dushman. Bu ham bir yaxshi fursatdir, uni ko'rmakni or qilma. Melamat, ta'na, tuhmatni beshingga yağdırar bolsa, saboq al, hammadan bir qechishni ixtiyor qilma. Aqlsiz talva do'stlardan zirak dushman emish yaxshi. Ko'paydi dushmanim deb miskin ko'nglingni g'ubar qilma. 1969-yili 2-sentabr Urumchi. Ma'qul amsa, kitob o'qish munbiri avlodlar to'rbetimizning hurmatli mushtarlari. 2023-yilni uzutish oldidagi bu g'azalning bizga beradigan hikmatlari nihoyatda cho'nqur. Men kitob o'qish munbirimizdagi mushtari qarindoshlarning do'st bilan dushmanni yaxshi ayirib, har bir kunini ahamiyatlik ishlar bilan xo'shal-xo'ram, ko'ngillik o'tkazishini chin dilimdan umid qilaman. Ma'qul amsa, bugungi anglatishimiz mush yergacha bo'ladi. Kelar qitimliq kitob o'qish programmamizda ko'rishaylik. Aman bo'laylik.